bizlardan juda ham baquvvat va hamyonbop bo'lgan elektr koleskalani so'raysizlar, mana shuni deb ko'rsanglar bo'ladi. Welcome using Smart Wheelchair. Bu yerdan skorslarni qo'shib tushirsangiz bo'ladi. Joystick qismi signallari 360 gradusga aylanadi. Rama qismlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham baquvvat. Bunda kislotli akkumulyator bilan jihozlangan. Buni xohlasanglar litiy akkumulyator bilan, xohlasanglar kislotli akkumulyator bilan beramiz. Ichidan zaryadniklari chiqadi. Litiy akkumulyator. Yuk ko'tarishlari 150 kg-gacha bo'lgan insonlarga mo'ljallangan. Litiy akkumulyator va kislotniyning farqini so'raysizlar. Litiy akkumulyator bilan 10 km-gacha yuradi, kislotniy bilan 5-7 km atrofida bemalol yursanglar bo'ladi. Yana ba'zi omillar sababchi bo'ladi. Ko'p kam yurishlariga baland past va toshli yerlar juda ham ko'p elektr yeganligi sababli kilometr tushishi mumkin va yurgan odamni vazniga ham bog'liq. Biz bu mahsulotlarni Xitoydan o'zimiz birinchi qo'lab kiramiz, optim narxlarda bizdan olsanglar bo'ladi.